Marg'ilonda 400 yillik sirlar yashirilgan uy haliyam saqlanib qolgani rostmi? UIC'dan tortib Nodira Begimgacha yashagan, ijod qilgan va yana katta tarixiy shaxslarni ko'rgan bu uy Marg'ilonning qayerda joylashgan? Qiziqmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Uyga kirishingiz bilan Marg'ilonning 17-18 asrlariga qaytasiz. Chunki bu yerda barchasi 80-90% asl holatida saqlanib qolgan. Ushbu maskanning tarixiy ahamiyati nimada? O'zbek adabiyotining taniqli ijodkori Nodira Begim shu xonadonda 3 yil yashagan va marg'ilonlik UIC bilan ham aynan mana shu yerda tanishib, ijod oqshomlari tashkillangan. Xo'sh, bu uy kimga tegishli? O'sha davrning taniqli insonlaridan, Marg'ilonning yetakchi shaxslaridan Valixon To'ra tomonidan qurilgan bo'lib, bugun bu shaxsning 7-avlodlari bu yerda istiqomat qilib keladi. Bugun ushbu xonadon Marg'ilon shahar O'ram choyxonasi atrofidagi mahallalardan birida joylashgan bo'lib, tarixiy obyekt sifatida davlat muhofazasiga olingan. Xo'sh, siz Marg'ilon yoki Farg'onada yashab turib, mana shunday tarixiy xonadon borligi haqida eshitganmisiz? Izohlarda buni yozib keting. Siz bunday videolarni boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Agar qayerda qancha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq bizga obuna bo'ling.